O'zbekiston xalq yozuvchisi O'tkir Hoshimov 1941-yil 5-avgustda Toshkent viloyatining Zangiota tumanida tavallud topdi. O'tkir Hoshimov 20-asr o'zbek adabiyotida o'z o'rni va uslubiga ega bo'lgan adibdir. Uning asarlari oddiy va xalqchilligi bilan ajralib turadi. Dunyoning ishlari asari ham ana shunday xalqchil asarlar sirasiga kiradi. Asar katta-kichik hikoyalardan iborat. Dunyoning ishlari qissasi bilan yozuvchi nafaqat o'z ijodida bir pog'ona yuqoriga ko'tarilgan edi, balki milliy adabiyotimizda onalar haqida munosib so'z ayta olgandi. Asar bugun ham qadrli, bugun ham o'qishli, yana o'nlab yillardan keyin ham ana shunday bo'lib qoladi. Dunyoning ishlari asari ona haqidagi, ona qalbining cheksiz saxovati haqidagi o'ziga xos qasidadir. Kitobning orqa tomonida adibning quyidagi so'zlari keltirilgan. Dunyoda hech bir chegarani tan olmaydigan va quyosh kabi muttasil nur sochib turadigan sehrli kuch bor. Bu ona mehri. Alloh onani shunday yaratgan. O'zbekiston xalq yozuvchisi Said Ahmad qissani shunday ta'riflagan. Dunyoning ishlari asarini qissa emas, doston deb atashni istardim. U qo'shiqday o'qiladi. Uni o'qib turib, o'z onalarimizni o'ylab ketamiz. Shu mushfiq, shu jafokash onalarimiz oldidagi bir umr uzib bo'lmas qarzlarimizning aqalli bittasini uza oldikmi degan bir andisha, bir savol ko'z oldimizga ko'ndalang kelib turadi. Qissa bizni insofga, insonni qadrlashga, hurmat qilishga chaqiradi.